Assalomu alaykum, hurmatli Haval Qashqadaryo obunachilari. Bugungi yana bir baxtli mijozlarimizdan biri Shuhrat akamiz lizing rastrochka orqali xarid qilgan Julian avtomobillari haqida gaplashamiz. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Sog'liklaringiz yaxshimi? Shuhrat aka, Haval Julian avtomobilini aynan nimaga tanladingiz? Buni tanlaganim bilan maqsadim bu juda aqlli mashina. O'zini o'zi parkovka qiladi. Oldidagi znaklarni oldindan ayta oladi. Benzinni ham kam miqdorda yeydi. Ko'p benzin ichmaydi. Chorrahalarda o'zini o'zi himoya qila oladi. Shu qulayliklari menga yoqdi. Shuning uchun men buni xarid qildim. 18 oyga. Har oy 9 million atrofida pul to'lab boraman. Olganimga 3 oydan oshdi. Hamma servislari shuni ichida. Masalan, avtol almashtirish, mana servislari hammasi ichida edi. Haval Qarshi avtomobil saloniga katta rahmat. Xodimlariga hammasiga hech qanday bunday ko'z bermasa allanchilik yo'q. Kim kelsa bemalol xarid qilib olib ketaversin. Hammangizni hurmatli obunachilar Haval Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.